Damas savdoda 2014-yil Damas'i olib haydashligiga tayyor poni navrat qilib qo'yilgani, kraskalari ham radnoy kraska bo'lib turgani keldi. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi. Qurolsiz mashinaga ancha qarab haydashgan ekan. Sizlarga yaxshi holatda zaski bo'lib turibdi, cho'kib ketmagan. Malibu barlargacha ustonovka qilib qo'yilgan. Besprovod zaryadkalari bilan oyoq tegiga qo'yliklarigacha chop qo'yilgan. O'zini halol yurgan privaga 123 ming kilometr bo'libdi. Telemat qo'llagacha ustonovka qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mashina to'liq holatda shumizatsiya bo'lgan. Bunaqa yaxshi Vosen saketiska balonlargacha taqib qo'yilgan. Salonlar ham zo'r bo'lib turibdi. Atsetkalar qilib qo'yilgan ekan, senalar tegiga. Orqa oynalari qoraytirib, tayyorga qilib qo'yilgan. Bunaqa bagaj ham bunaqa apparaturalargacha yerlar qo'yilgan ekan. Metan gazga ustonovka qilib qo'yilgan. Motor, hadovoy, korobka, moslarning ishlari yo'q. Xudo xolasizlar, olasizlar, maza haydasizlar. Hech qanaqa xarajatlari yo'q. Oldi faralarigacha ledli ustonovka qilib qo'yilgan. Mashina avtosalondan olib chiqib, bir qo'l haydalgan. Bu super chiqqan varianti, podnoshkali, pastda dvornili. Xo'p, kraskasi bitta mana shu ishin tagida kichkina petnosi bor ekan. Mana shu ishin tagida kichkina petnosi bor ekan. Qolgan joylar xudo xolasa 100% toza. Xohlagansizlar olib kelib, ko'rsatib, tekshirib olasizlar. Olib maza haydashingiz uchun $4100 bo'lsa beraveramiz. Olib foydalanib qoladigan joyi